Hasan Basri rahmatulloh alaydan so'rashdi. Yo Hasan Basri, qiyomat kunida odamlarni eng qattiq baqirguvchisi kim bo'ladi dedilar. Hasan Basri rahmatulloh alayh aytdilarki, qiyomat kunida odamlarni eng qattiq baqirguvchisi Alloh taolo tarafidan berilgan ne'mat bilan Allohga gunoh qilgan odam. Allohga o'shan beruvdi ne'mat. Shu ne'mat bilan Xudoga gunoh qilyapti-da. O'sha odam eng qattiq. Bu nima desa, bu oyoq bor-ku, shu oyoq bilan zinoga borsa, qumorga borsa, aroq ichishga borsa, hozirgi kundagi haligi bakalashga hidlagani borsa, shunaqalar ham ko'payib qolibdi hozir. Yarim litrli bakalashgani sho'rillatib, so'rib turib, g'ijimlab tashab, o'zlari ham qip-qizarib qolib, bir odam aytayapti. Qo'shnimiz baqirib dod deyapti deydi. Uyga kelib eshikdan kirolmasmishdi. Eshikdagi svetni ko'rib Damas minar ekan, qizilda turibman deb turaveribdi-da. Dadasi kamerada ko'rib, "Bolam, qizilda yurmayman, fotoradar bor" deb. Bu svet deb sudrasa doddirmishdi. Dada qo'yin, uni men qizilda o'tsa, necha milliondan shtrafi bor. Kayib bo'lib qolgan ekan. Eshik ochiq turib, devordan tusharmishdi. Oyoqni Xudo o'shaning uchun berganmi? Zino qilishlikka, fohishaxonaga borishlikka, aroq ichishlikka yoki bunaqa gunoh qilishlik uchun Xudo berganmi? Ha, bermagan odamlarga berilmagan bu yurishli ne'mati bilan zinoga borsak, o'g'irlikqa borsak, aroq ichishga borsak, Xudoga o'sha bilan gunoh qilayotgan bo'lamizmi? Qiyomatda keyin doddillatib qo'yadi, sizni bizga dodlatib qo'yadi, yig'latib qo'yadi.